Hammani xabari bor, yaqindagina jahon chempionati start oldi. Bu nima degani? Bu so'nggi 1-2 oylikda futbol portlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda futbolga aloqador har qanaqa kontent yaxshi ko'rilish boshlaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Hozir siz yangi kanal ochadigan bo'lsangiz, yangi kanalingiz katta ehtimol bilan yaxshi prosmotr olib ketadi o'rtoqlar. Futbol nishasi o'zi doimo trendda bo'lgan va endi yanada bu olovga nima desa bo'ladi, biron bir yondiradigan narsa quyib yuborildi desa ham bo'ladi o'rtoqlar, misol sifatida. Chunki jahon chempionati 4 yildan buyon butun dunyo, butun futbol ishqibozlari kutayotgan chempionat boshlandi. Bu esa hammani e'tiborini tortadi, prosmotrlarni keskin oshiradi. Hatto Instagramga kirib qarasanglar, oddiy bir darvozabonni bitta o'yindagi seyflari evaziga Ispaniyaga qarshi 50 mingta obunachisi bo'lgan o'rtoqlar, bir hafta 10 kundan keyin kirib qarasangiz 15 million obunachi kirib qo'shilgan. Shunchalik auditoriya kattaki, inson 50 mingta obunachi bilan bitta yaxshi o'yin o'tkazib 15 millionta Instagramda followerlarga ega bo'lishi mumkin. Shu darajada o'rtoqlar. Sizlar ham yaxshi kontent qilsanglar, futbolda o'zingizlarni ko'rsata olsanglar, ya'ni content maker sifatida yaxshi natijalar qilishinglar mumkin. Bu bilan nima demoqchiman o'rtoqlar? Aynan shunaqa nishalarni tayyorlashni bugun sizlarga ko'rsatib beramiz. Sizlar bu nishada tekinga darslarni ko'rasizlarda, bemalol ijodiylarni boshlashinglar mumkin bo'ladi. Bu bepul bo'ladi o'rtoqlar, hech qanaqa pul talab qilinmaydi. Videoni oxirida esa aynan o'sha darslikni, aynan sizlarga atalgan tekin darslikni qayerdan olishni o'rgatib qo'yaman. Ya'ni aytib o'taman o'rtoqlar. Undan oldin esa ekraningizda ko'rinib turgan bu kanalda ozginagina obzor qilamiz. Nimaga bunaqa prosmotrlar bo'lyapti, oyiga qancha pul topayapti odamlar bu nishada. Ko'rasizlarda, keyin oxirida darslikni olib ishlashinglar mumkin. Xullas o'rtoqlar, bu kanal 276 ta video bilan 747 mingta obunachi yig'gan. Bu juda ham zo'r natija bundoq qaraganda. Lekin degan joyi bor. Aynan shunaqa katta prosmotrlar bilan ushbu kanal sizlar o'ylaganchalik bir vahima pul ishlagani yo'q, lekin har holda O'zbekiston sharoitida arzigulik summa ishlayapti. Xo'p, sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Demak, oxirgi 28 kunda 14 million prosmotr evaziga $325 dan deyarli $1000 ushbu kanal daromad olyapti. Men o'ylayman, aniq $300 emas, $300 bo'lmaydi bunaqa prosmotrga. Kamida $600-700 eng kamida daromad olyapti bu kanal. Masalan, siz o'zingiz taxminan o'ylab ko'rsangiz ham, har 1 million prosmotrga, shortsga $50, $60 gacha, ba'zida $40 pul to'laydi. Shuni hisobidan ham chiqarib olsangiz bo'ladiki, $500-600 atrofida kamida bu kanal pul ishlayapti. Agar sizlar ham ishlaydigan bo'lsanglar, O'zbekiston sharoitida menimcha juda ham zo'r natija bo'ladi. Xo'p, o'zi bu kanallar aktiv anchagina so'nggi paytlarda tushib qolgan ekan, ammo shunga qaramasdan shunaqa pul ishlayapti. So'nggi 3 oydagi daromadini ko'radigan bo'lsak, $1000 dan $4000 gacha ko'rsatilyapti bu yerda. Oxirgi yillik daromadi esa katta summali, $7000 dan $28000. Endi bular taxminiy ko'rsatkichlar, sizlarga 100% shunaqa pul topadi bu kanal deb vahima qilish niyatim yo'q, ammo bu Viewstat sayti Mr. Beastniki. Mr. Beast har bitta saytiga, har bitta ishiga sifat bilan yondashadi va bu sayt ham uncha-munchaga sizlarga yolg'on narsalarni chiqarib beradigan sayt emas o'rtoqlar. Demak, xullas qancha daromad olayotganligini ko'rib oldinglar. Endi esa boshqa bir mavzuga o'tamiz. Xo'p, bu kanalni oxirgi prosmotrlarni ko'rishinglar mumkin. Kamida 200 ming, 300 mingdan 1 million, 1,5 milliongacha prosmotr olyapti. Eng ko'p ko'rilgan videosi 53 million ekan. Bunaqa videolardan ko'p. Shu sababli ham hozirgi paytgacha 276 ta video bilan 1 milliardga yaqin prosmotr yig'ib qo'ygan o'rtoqlar. Vashsha zo'r. Juda ham zo'r 276 ta video uchun. Bu nishada ishlayotganda sizlarga bitta narsani tavsiya beraman. Bu qanaqa tavsiya bo'ladi? Futbol videolariga afterski doimo so'ralgan, ya'ni
Futbol translyatsiyalari vashshi qimmat turadi. O'zbekistonda ham Premier Liga olib berilmadi yaqin yillarda, endi qo'shilyapti Setanta Sports orqali. Chunki narx qimmat. Sizlarga shunchaki YouTube'da foydalanishga ruxsat berib qo'ymaydi. Yetarlicha o'zgartirish kiritasiz. O'zingizdan nimadirlar qo'shasiz, montajini cho'tki qilasiz. Mana shundagina sizlarga avtorskiy kelmaydi. Prosta oddiy sodda nimadir qilib qo'ysanglar, ishoninglar, kanalinglar vobshe ko'tarilmaydi. Shu sababdan sizlarga boshlashdan oldin aniq lo'nda qilib gapiraman, yaxshilab montaj qilinglar. O'zingizlardan qo'shimcha kreativlar qo'shinglar, maza qilib bundoq montaj qilinglar. Ishim tezroq bitsin deb sodda montajlarni tiqishtirsanglar, sizlar ham YouTube'da xuddi shunaqa bo'lasizlar. Ya'ni trash content deb topadi, trash content, axlat deydi, ya'ni bunaqa axlat kerak emas bizga, uni o'rniga yaxshi kontentlarni rakka chiqaramiz deydi, qisqa lo'nda aytganda. Sizlar ham shunga qarab turib ishlanglar. Har qanaqa kontent ham YouTube'da ko'tarilib ketavermaydi. Masalan, sizlarga hozir futbol nishasida portlaydi hamma yo'q deyapman, lekin prosta har qanaqa videoyingizni portlatib yubormaydi YouTube. Yaxshi kontent qilsangiz, trendda hozir YouTube, futbol ko'taradi YouTube. Shunday ekan, sifatga yondashinglar, sifatga e'tibor beringlar demoqchiman. Qisqa lo'ndasi shu. Avtorskiydan qochinglar, eng muhimi. Turli xil funk ishlasanglar, turli xil musiqalar ishlasanglar, uni ham avtorskiysi bormi, yo'qmi, rabochiy kanalda sinab ko'rishni tavsiya beraman. Birdan asosiy kanalingizga qo'yib yubormanglar, chunki kichkina avtorskiy ham kanalni algoritmini orqaga tortadi. Demak, shundaylar, nima qilish kerakligini, daromadni ko'rdinglar, nishani ko'rdinglar. To'g'risi, hozir YouTube kanalimda bu videolarni ko'rsatib bermoqchi emasman. O'zim ham xavotirlanyapman. So'nggi qo'ygan videoyimga hamjamiyat qoidasi bo'yicha qoidabuzarlik deb keldi. Nimaga ekanligini bilmadim. Bir arzimagan sabab bilan, shu sababli birovlarning videolarim ichida obzor qilganda ham ko'rsatish niyatim hozircha yo'q. Demak, o'zingizlar mana Crack Futbol deb yozasizlarda, kirib ko'rib olishingiz mumkin qanaqa videolar ekanligini. Darslik esa bizni Telegram kanalimizda bo'ladi doimgidek. Kirasizlarda shundoq to'g'ridan to'g'ri darslikni ko'rib ketaverasizlar. Biron sizlarga vazifa bermayman. Qaranglar, bizda aynan shu videoni ko'rayotgan YouTube kanalingiz bor. Aynan o'zimmi shu hozirgi tomosha qilayotgan YouTube kanalingizga o'tasiz. O'tganingizda mana YouTube markazi havolasini qo'yib qo'yganman. Bepul maslahatlar Telegramda. Pastda YouTube markazini havolasi bor. Shuni ustiga bitta bosasizlarda Telegram kanalimizga mana qo'shilib olasizlar. Hammasi oddiy va oson. Agar bu havolaga o'tmasanglar, uni o'rniga o'rtoqlar opisaniyada va kommentariyada ham sizlar uchun men Telegram kanalimizni havolasini qo'yib qo'ygan bo'laman. O'sha orqali ham qo'shilib olsanglar bo'ladi. Aynan shunaqa qilib qo'shilinglar demayman. Eng osoni Telegramga kirib YouTube markazi deb qidirsanglar ham kanalimiz kelib chiqadi. Xullas, qo'shilishga juda ham ko'plab usullari bor. Mana qo'shilib oldik. Sayt orqali o'tganimiz uchun ozgina qiyin o'tdi, lekin sizlar oson o'tasizlar telefonda. Demak, eng oxirgi postimga qaranglar, bepul darslikni savdo kanalimizga joylab qo'ydim deb yozib qo'yganman. Shunday YouTube magazin degan kanalimizga o'tasizlarda, mana 16 daqiqalik telefonda batafsil tushuntirilgan darslikni ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Sizlar uchun adminimiz bepulga chiroyli qilib qo'ldan kelgancha tushuntirgan. Endi kamchiliklari bor bilaman, lekin bepul bo'lgani uchun ham kechirib qo'yasizlar. Prosta sizlarga ozroq bir foydasi tegsin degan maqsadda adminimizning tashabbusi bilan bu darslik tayyorlandi. Shunday ekan, qo'shilinglarda maza qilib ko'ringlar. Xo'p, qanaqa qilib qo'shilishni bilib oldinglar. Agarda sizlarga aynan shu nisha bo'yicha yoki umuman futbol auditoriyasiga moslangan har qanaqa kanal kerak bo'lsa, YouTube kanal ochib berish xizmatimiz bor. Email menejerga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, email menejer lichkam shu Telegram kanalimizni mana men bilan bog'lanish degan qismida turibdi. Shunda bossanglar, mana men onlaynman, doimo sizlarga javob berishga tayyormiz. Xullas, xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Shunday ekan, bugungi videomiz yakunlandi. Qisqa lo'nda tushuntirishga harakat qildim. Bu to'g'ridan to'g'ri yozib olinyapti. Hech qanaqa montaj qilganim yo'q. Gapirayotganimda ham sizlarga uzmasdan gapiryapman. Shu sababli nutqda yoki qanaqadir gapirish uslubimda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring, like bosish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Hammaga omad.